videoda biz VIP-paket bilan birgalikda Skyblockda vijvana qilib qolishimiz kerak bo'ladi. Tushunishlar bo'yicha biz VIP-paket bilan birgalikda Skyblock orolida qolib ketdik. O'sha yerda biz vijvana qilib qolishimiz kerak bo'ladi. Qani ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz esa videoni boshlaymiz. Albatta, hozir salomlashib qo'ying kerak. Assalomu alaykum, qandaysiz? Ikkinchi marta mayli. Bo'laveradi. Mana shu orolda tirik qolishimiz kerak biz. Mana Skyblock orolda. Mana shu yerda, короче, mana bu sandiqda berib qo'yibdi bizga. Bizda bu yerda qilich bor. Bo'ldi, endi buni qanaqa qilib kattatiramiz endi? Daraxt, yo'q, daraxt kerak bizga. Bu daraxt kerak lekin. Daraxtning urug'lari bor ekan. Kerak mana bu daraxt urug'lari bor ekan. Urug'i yo'qmi daraxtni? Ko'chada bor. Xo'p, короче, do'stlar, mana kattatirib уже vitamin. Нормально, mana bu yerda lava. Endi bu lava o'shandaymi? Tushib ketdi-yu. Mayli, bo'ldi. Bular o'zini ishini qilaveradi. Bizda bitta lava bor. Nima qilay bu lavani? Suv yo'qmi, suv? Suv kerak bizga. Muzni nima qilamiz keyin? Qo'yib yoramiz, to'g'rimi? Qo'yib yoramiz. Bo'ldi. Mana yerga qo'yaymi? Mana bu tarafga lava tosh yoramiz. Bo'ldi. Bittasini qo'ysa yetadi. Bitta bo'lsa. Bo'ldi. Lava qo'yam, bo'ldi. Ko'mir. Ko'mir chiqdi, tosh chiqish kerak edi-yu. Короче, biz yerni kattatirishimiz kerak. O'shuning uchun yerni qo'yib chiqamiz. Bo'ldi, albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chunki biz 100 ta bo'lishimiz kerak. O'shuning uchun hozirroq pastga tushib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lamiz. Qani go. Xo'p, endi bu yerga ekish uchun nimadir, bu yerga urug' kerak, urug'. Urug' adashmasam sandiqda bor-da. Qani ko'raychi. Urug' bor ekan, mana urug'ni olamiz. Oldik. Taxta ham bor ekan. Bo'ldi, urug'ni ekamiz endi. Urug'ni ekamiz, taxtani o'rniga qo'yib, ekib olamiz urug'ni. Albatta do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Albatta hozirroq pastga tushib, videoga like bosing. Xo'p, davaydi, hozir daraxt bor ekan. Daraxt bor ekan, nima qilay buni? Nima qilay deb so'rayapman. Daraxtni ekadi-yu. Endi hozir lavani olaydi. Bo'ldi, lava olinsin. Bo'ldi. Pastga tushib ketdi. Tirilgan joyimga qara. Mana tirilgan joyi. O'lyapman. Kaktusdan ham paydo bo'lamanmi? Kaktusdan qara. Hozir yo'lashamiz. Ko'rgan bolalar, mana shu yerda daraxtlarni qurdi o'zi mana. Bizning daraxtni to'chib yig'ib qo'ydi. Hozir eng yerda kalcha bor, momo qo'yganmiz. O'shani hozir yetagan daraxtni tushga kalcha bo'ldi. Davom ettiramiz. Sal daraxtni devora qilishimiz kerak. Mana shu sandiqlarda narsalar bor. Bular kerak narsalar solinadi. Stop qilib. Kirka bilan buzmaymi? Bo'ldi. Daraxtlarni buzib olamiz. Bo'ldi, daraxtlarni buzib olib, tako'y o'zimizga sharoit yaratib olamiz. Bo'ldi, biz o'zimizga sharoit yaratib oldik. Endi biz mana bu daraxtni kerak, mana bu taxtalarga aylantirib, taxta ikkita bor ekan. Mana bu bilan tako'y qilib sizda ham yer bormi? Yer. Ana yerga qurishga-da hozir. Ana yerda tako'y qirish kerakmi? Yer bormi? Daraxt bo'ladimikan? Menga bitta kirka bering-da, kirka. Mana uni buzib. Bosh kerak. Tanidi? Yo'q. Bo'ldi, короче, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.
A few moments later. Hozirmi tushib ketdim. Yerdan tosh chiqmaydimi? Tosh chiqmaydimi tosh? Iye. Taxta ko'plik uchun bolalar biza bu yerdan taxta bilan qurishni niyat qildik. Короче, mana shu yerdan uy quramiz hozir katta qilib. No katta emas, no kichkina bo'lsa ham bo'laveradi, shundaymi? Ha, bo'ladi. Bo'ldi. Kommentariyada hamma yozib tashlagan VIP agent bilan video oling, VIP agent bilan video oling. Da biza VIP agent bilan video olyapmiz mana. O'zinglar ko'rib turibsizlar, endi qaysi kishi bilan video olaylik? Ha, suv orqangizda-yu. Bo'ldi. Mana shu yerdan bitta uy qurib olsa bo'ladi. No, mana bu barglarni yo'qotib. Bo'ldi, mana shu yerdan uy qurib boshlaymiz. No, qanday rangda bo'lsa ham. No, qurib такой stilni topyapman uyda. Mana shu yerdan ketsa bo'ladi. Mana uy quruvchi deyishadi o'zi. Uy quruvchi. Bo'ldi. Mana yo'qmayapti-da hozir. No, mayli, bo'laveradi. Biza uchun bo'laveradi. Biza uchun liboy uy bo'laveradi. Biza yashab ketaveramiz. Shu qadar. Shishni qo'yamiz. Bo'ldi. Va uyimizni mana bir qatorni qurdik. Endi ikkinchi qatorni qurdik. O'zi hamma joyi taxta bo'lsa bo'laveradi. O'zi shuni kattartirib tashladik, o'rolni mana uyni ham qurdik. Takoycha qildik. Mana hozir yo'q. O'zi 5 minutga bormasdan o'zi o'rol katta bo'ldi. Hozir uyni ustini yopish kerak endi. Yo'q, mana bu nimada chiroq bormi? Sham bo'lgan. Ya lava quyib yuboraymi? Yorib qo'yadi. Zato yorib turadi. No, boyaga daraxtlar o'smay qoldi. Loy o'smayapti. Boyaga o'stirgich meda gaz beruvchi anoyiz bormi? Qo'llab-quvvatlagichga nima qilyapsiz? Endi tushing suvga, tushing. Bola biz hozir o'zimcha uyga stil qo'shmoqchiman. Qanaydir stil, bilmadim qanday lekin stil. Xo'p, men uning uchun bizga versiya bilan sizlar ham o'rganib olinglar, bola sizlarga life hack bu. Versiyaga kirasizlar. Qanday bilan? Qanday edi? Ha, bo'ldi. Mana qurasizlar. Yana buni beradi. Uylarni atrofini Mana endi fakirni olib chiqamiz. Fakir qayerdan oldingiz? Boy ko'mir beradi. Ha, yaxshi zo'r. Qo'shni zo'rmi? Men ham bu yerga qurmoqchi edim, qanaydir zilzila bo'lib bu yerda olib ketdi pastga. Bilmadim, mana yerda yer yo'q qoldi. Men uyim ichida 100 dollar turgan edi. No, salom quyosh deb mana shu yerda qo'shiq aytib o'tirish kerak. Nima deysan? Qo'shiq aytsa mana shu yerda normalniy bo'ladi. Mana shu yerda shuni qo'shiq aytib quyosh bilan dardlashib o'tirsa. Ko'tim yonyapti. Qoch. Bo'ldi. Tomini yopamiz endi uyda. Bo'ldi, o'zingiz yopingman. Men hozir uyni atrofini o'rab chiqaman. 9 yetmaydi menimcha, bilmadim. Endi yetmasa. Bo'ldi, mana shu yerga qo'yamiz. Uyi bu stilli deyiladi bolalar. Stilini sizlar meni o'rganishingiz mumkin. O'zingizlar YouTube kanal ochib, mana Cruzdan o'rgandim men deb. Bo'ldi, uyni ustini quryapsizmi? Yopib oldingizmi?
Oo, tako ikkinchi qavatdan qurilyapti. Biz bugun ikkinchi qavat, уже 10 qavat qilamiz uyni bugun. Bo'ldi, mana uy tayyor. Nima kerak? Bitta bekorga zanglab ketadi tashqariga. Tom sal qiyshiq bo'libdi. Bo'ldi, qiyshiqmas. Qiyshiqmas ekanman. Dovoni quryapsiz endi qiyshiqmas. Uyi takoy qurib bo'ldi. Endi tepa dacha bo'ladi. Dachada mazza qizaloq yo'q. Mayli, xo'p. Mana bu kerak narsalar ham bu yerda jilisi bor ekan. Men o'ylayman, o'zimda jilisi borligini. Bo'ldi, bizda toshlar bor. 4 tagina atiga. Bizga pechka yasash uchun ko'proq tosh kerak. Ya lavaga yonib ketdi. Sanduqda bor-ku. Boshqasiga sanduq tosh bor. Uyda yasab. Uyda sanduq. Oho, toshni. Tosh olmish ekan. 64 ekan. Toshlarni topib oldim. Endi pechka yasash kerak. Yer buzib qo'ydim. Yerda. Endi nima deysizlar? Sho'xlik qilib qo'ydi. Mayli. Vallahi men bitta temir topdim. Mana ko'ryapsizlarmi? Men sizlar topolmagasizlar, mana shu sky blokda bitta temir. Men endi qalqon yasayman. Davay. Qalqon qanday yasayapti? Hozir. Ko'rmayapti. Qanday yasalarda hozir? Mayasi beraman, menga ber. Mayasi berma. Bo'ldi. Topib oldim stilini. Mana shunday edi. Mana bu o'rtaga. Mana qalqonim bor. Mana bo'ldi. Takoz urganlar. Ke. Yo, nimaga sizlar. Men asam ke uradi. Короче, mana shuncha uy qurdim. Vallahi shuncha mehnatga yarasha alkotlikdan o'rnimga uy ko'ryapsizlarmi? Просто bu jetelni. Bu yer dacha bo'lib ketdi mana. Mana yo'q ekan, basharasi yo'q ekan. Bu yer yopiq. Mana dacha bo'ldi. Sizlar uchun dacha. Nimada kunliga 50 ming. Bizning kunliga. Obzor bo'ldi. Kunliga 50 ming. Oyliga 100 ming. Oyiga yashash 100 ming. Mana shu yerda. Mana shunday turishlar. Yo'tasizlar. Ko'rasizlarmi? Mana shu so'ya. Sky blokda mana shu joyda asfalt qo'yadi. Anaga buni ko'ti yonyapti, ketdi. Sakrang suvga. Короче, do'stlar, mana shu yerda video tugaydi. Zavqlanib bo'ldi mana shu yerlarda dachada mazza qilaman. Birga mazza qilib Kanalga obuna bo'lib, keyingi videoda ko'rishguncha deb qolamiz. Ya'ni keyingi video ikkinchi qismi chiqsin. Ikkinchi qismi chiqish uchun 15 tadan ko'p like. Давайте. Hayır.